Agarda siz oxirgi paytlar Amerikan YouTube ga qiziqayotgan bo'lsangiz va yaqin orada Amerikan YouTube kanali ochishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bugun men sizlarga ko'plab YouTuberlar yashiradigan, aytib bermaydigan 5 ta narsani aytib bermoqchiman. Agarda tayyor bo'lsangiz videoga like bosing, qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Birinchi masala, YouTube bu eng oson pul ishlash usuli. Ko'pchilik odamlar aytadi, YouTube'da daromad qilish juda ham oson, juda ham tez daromad qilish mumkin, juda ham katta daromad qilish mumkin deyshadi. Bu gapga men qisman qo'shilaman. Nima uchun qisman qo'shilaman? To'g'ri, YouTube'da ko'p daromad qilish mumkin. Bir necha oyda ham 3000-4000 dollar daromadga chiqsa bo'ladi, lekin 90% odamlarda bu narsa bo'lmaydi. Nima uchun 90% odamlarda bu narsa bo'lmaydi? Sababi ko'pchilik odamlar YouTube'ni o'zi boshlashga harakat qiladi. YouTube'dagi bepul videolarni ko'rib, kanal ochib yuritishga harakat qiladi va natijada hattoki 100 ta obunachi yig'ishga ham ular qiynalishadi. Ya'ni 1-2 oyda ham hattoki 100 ta obunachi yig'a olmaydi. YouTube'da natijaga chiqish uchun tavakkal qilish kerak emas, balki imенно ishlaydigan usul, ishlaydigan yo'nalishni topib, shuni o'rganish kerak. Ikkinchi masala, kurs bu sehrli tayoqcha yoki dori emas. Tasavvur qilaylik, siz Amerikan YouTube bo'yicha kurs sotib oldingiz, lekin bu bilan sizning hayotingiz birdaniga o'zgarib qolmaydi. Ko'pchilik odamlar kurs sotib oladi, lekin sotib olgan kursidagi videolarni ko'rib chiqmaydi. Ko'rib chiqsa ham uni bajarmaydi va uyga vazifalarni ham qilishmaydi. Keyin esa oxirida kurslar bu ortiqcha xarajat, kurslar bu befoyda va mana shunga o'xshagan gaplarni aytishadi. Shaxsan o'zim ham Amerikan YouTube bo'yicha kurs sotaman, lekin bizda asosan xizmat ko'rsatish, ya'ni Amerikan YouTube kanali ochib beramiz asosan va hozirgacha o'zim ham kurslar sotib olaman va shu paytgacha ham juda ham ko'plab pullarimni mana shu kurslarni sotib olish uchun sarflaganman. Nimaga? Sababi natija bor, nimaga? Sababi men rivojlanishni xohlayman. Aytmoqchi bo'lganim, kurslar ishlamaydi qachonki sizni o'zingiz ishlamasangiz. Uchinchi masala, Amerikan YouTube kanal yuritish uchun ko'p vaqt kerak emas. Bu fikrga ham qisman qo'shilaman, qisman esa yo'q. Nima uchun? Chunki siz rostdan ham Amerikan YouTube kanali ochib, yo'nalish tanlab, video yasashlarni o'rganib olganingizdan keyin kanalingizni yuritish uchun, ya'ni har kuni bitta-bittadan video joylashingiz uchun 10-20 minut yetarli bo'lishi mumkin. Lekin bu bilan hamma ish tugadi degani emas. Ya'ni siz YouTube'da rivojlanishingiz uchun, YouTuber sifatida o'sishingiz uchun har kuni yarim soat, 1 soat, kerak bo'lsa 2 soat vaqtingizni YouTube kanallarini analiz qilish, o'zingizni kanallaringizni analiz qilishga vaqtingizni sarflashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda ikkita variant mavjud. Birinchi variant bu shunchaki video tayyorlaysiz va kanalingizga har kuni joylab borasiz. Bunga ko'p vaqt ketmaydi va bu yerda faqat sizning kanalingiz rivojlanadi. Lekin ikkinchi usuldan foydalansangiz, ya'ni siz har kuni 1-2 soat qo'shimcha vaqtingizni YouTube kanalingizni va boshqa YouTube kanallarini analiz qilishga sarflaydigan bo'lsangiz, natijada nafaqat kanalingiz, balki o'zingiz ham YouTuber sifatida o'sasiz va kamroq muammolarga duch kelasiz. To'rtinchi masala, YouTube bu biznes. Bu fikrga 100% qo'shilaman. Nima uchun? Chunki siz agar YouTube'ga shunchaki hobbi, shunchaki bekorchilikdan shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz YouTube'da hech qachon natija qila olmaysiz. YouTube kanal rivojlanishi uchun sizga aniq strategiya kerak bo'ladi. Agarda siz bir kun video joylab, ikkinchi kun video joylamasdan, uchinchi kun esa 2-3 ta video joylab, keyin yana to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, bu holatda sizning kanalingiz rivojlanmaydi.
Sizning kanalingiz YouTube'da rivojlanishi uchun siz strategiya tuzishingiz kerak, content plan yozib chiqishingiz kerak va videolarni joylash vaqtini aniq belgilab qo'yishingiz kerak va aynan mana shu strategiya asosida kanalingizni yuritishingiz kerak. Boshqa variantda kanalingiz rivojlanmaydi. YouTube kanalingiz rivojlanib, daromadga chiqqanidan keyin siz o'zingizga sherik topishingiz va jamoa tuzishingiz kerak bo'ladi. Chunki YouTube'da bir o'zingiz katta daromadga chiqishingiz qiyin masala hisoblanadi. Masalan, hozir meni jamoamda 10 taga yaqin odam ishlaydi va har biriga men oylik berib, bu uchun juda katta mablag' sarflayman va natija ham mana shunga yarasha bo'ladi. 5-masala, YouTube'da sabr kerak. Agarda sizda sabr bo'lmasa, YouTube siz uchun emas. Chunki YouTube'da sizni hech kim kutib o'tirgani yo'q. Qachon kanal ochsa, men uni videolarini rekomendatsiyaga chiqaraman, minglab obunachi olib kelib beraman va minglab dollar har oy to'layman deb. Buni barchasiga o'zingiz harakat bilan va sabr bilan yetishingiz kerak bo'ladi. Lekin siz sabr qiladigan bo'lsangiz, 90% YouTuberlardan o'tib ketishingiz mumkin. Chunki aynan 90% YouTuberlar natija bo'lmagani uchun birinchi oyni o'zida YouTube'ni tashlab ketishadi va agar siz shunchaki davom ettiradigan bo'lsangiz ham, mana shu 90% YouTuberlarni ortda qoldirasiz. Do'stlar, Telegram kanalimizda yangi konkursga start berdik. Konkursning asosiy sovg'asi игровой kompyuter. Bundan tashqari esa 24 ta sovg'ani shunchaki Telegram kanalimga obuna bo'lish orqali yutib olishingiz mumkin. Konkursda qatnashish uchun hoziroq Telegram kanalimga o'tib obuna bo'ling va shu kanalda biriktirilgan postga o'tib qatnashish knopkasiga bosing. Manzil video ostida. Demak, siz Amerikan YouTube kanal ochishdan oldin bilish kerak bo'lgan 5 ta narsani bilib oldingiz. Endi siz to'g'ri strategiya, to'g'ri yo'nalish tanlab o'z YouTube kanalingizni ochishingiz mumkin yoki bizning Amerikan YouTube kanal ochib berish professional xizmatimizdan foydalansangiz ham bo'ladi. Agarda kanal ochish xizmatimiz haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, Telegram manzilimizga o'tib, YouTube kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha